demoq siz ko'chada o'sayotgan o't shekilli. Yo'q, bu qoqigul deyiladi. Buni ismi qoqigul, qoqio't nomi bilan mashhur bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Mo'maqaymoq ham deyiladi. Bugun siz bilan qoqo't haqida gaplashamiz. Qoqo'tni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, lekin qanaqa sifatlari borligini hamma ham bilavermaydi. Qoqigulni oshqozon hazm sistemasi kasalliklarida, jigar sirrozida, jigar kasalliklarida, qandli diabet kasalliklarida bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Ikkinchisi esa spirtdagi, ya'ni 96 gradusli foizli spirtdagi eritmasi bu oyoq og'riqlarida surtgan holatda ishlatiladi. Bu demak qorong'ixonada o'sha spirtli davlamasini, spirtli nastoyka deymiz rus tilida, buni solib qo'yamizda, bir kecha kunda solib qo'yib turib, keyin ertangi kundan boshlab oyoq og'riqlarida, ko'ks artroz, gonartroz, suyak bo'g'im kasalliklarida bemalol ishlatishimiz mumkin va og'riqni tez qoldiradi.